Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: Jannatda o'lim bo'lmaydi. Jannat abadiy hayot. Jannatda o'lim bo'lganida edi, o'limga bir narsa sabab bo'lgan bo'lardi. Jannatga kirgan odam o'zi uchun berilgan xurni ko'rib, u xurning husni jamoliga hayrati oshib, hayratlanib o'lib qolgan bo'lar ekan. Shu darajada go'zal, malohatli bo'lar ekan xurlar. Ummu Salama onamiz aytdilarki: "Ya Rasululloh, bo'lmasa jannatga kirgan odam jannat xurlari bilan bo'lib ketib, dunyoni ayoli bir chetda qolib ketadimi?" deganda, "Bal nisa'ud dunya afdal bi 70 marra" dedilar. Dunyoni ayoli jannatni xuridan 70 karra go'zal, malohatli bo'ladi dedilar. "Va bima zaka ya Rasululloh?" Nima sababdan ey Allohning rasuli deganda, payg'ambarimiz aytdilar: "Bi solatihinna va bi siyamihinna va bi ibadatihinna Alloh azza va jal." Agar dunyoni ayolini qalbida iymoni bo'lsa, eriga Allohga itoati bo'lsa, ibodati, sharmi, hayosi bo'lsa, jannatni xuridan 70 karra malohatli bo'lar ekan. Shuning uchun ilgarigilar onalarni ulug'lashar ekan. "Sizni nega yaxshi ko'raman go'zalim? Chunki go'zallar ichra xushro'yimsiz siz onajon" deb duo qilardilar.